G'azoni insonlar unuta boshlashdi. Faqatgina G'azoni emas, balki u yerdagi musulmonlarni, u yerdagi yetimlarni, u yerdagi yaradorlarni va faqirlarni unutishmoqda. Chunki u yerda millionlagan musulmonlar og'ir sharoitlarda kun kechirib kelishyapti. Va shuningdek, otasidan yoki onasidan yoki butun oilasidan ayrilib qiyinchilikda yashayotgan yetim bolalar bor. Albatta, bu narsalarga befarq bo'lmagan qancha aka-uka opa-singillarimiz bor. Ular G'azzodagi voqealar boshlangandan beri G'azzodagi musulmonlarga, mazlumlarga, yetimlarga yordamlarni ulashtirib kelishyapti. Va yana mana G'azzodagi holatlar to'xtadi, urush to'xtagandan keyin ham yordamlarni to'xtatmagan qancha aka-uka opa-singillarimiz bor. Chunki urushdan keyingi tikkalanish juda ham og'ir bo'ladi. Chunki uning uchun juda ham katta yordam kerak bo'ladi. Va shuningdek, qancha qalblari yarim bo'lgan yetim bolalar bor. Bizlar ham Muray qalblar xayriya jamoasi o'laroq G'azzo sektoridagi otasidan yoki onasidan yoki butun oilasidan ayrilib yetim qolgan yosh bola, yosh qizchalar uchun ehsonkor aka-uka opa-singillarimizni ehsonlarini, mablag'larini, zakotlarini shu yetimlar uchun ulashtirib kelyapmiz. Alloh taolo yetimni boshini silayotgan, yetimlarni quvontirayotgan barcha aka-uka opa-singillarimizdan rozi bo'lsin. Alloh taolo yetimlarni xursand qilganligi sababli Alloh taolo qiyomat kuni Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan jannatga kirishligini nasib aylagan bo'lsin. Agar sizlar ham G'azzodagi, Suriyadagi yoki boshqa diyorlardagi mazlumlarga, faqirlarga yoki yetimlarga ehsoningizni ulashtirish istsanglar, ehsoningiz o'z joy egalariga, o'z sohiblariga, mazlumlarga ulashtirishni istsanglar, bizni aloqa manzillarimizga chiqishlar mumkin. Bizlar ham imkon qadar tezkor shaklda ehsonlaringizni, zakotlaringizni o'z sohiblariga, egalariga ulashtirishlikda davom etamiz. Alloh taolo butun dunyoda zulm ko'rayotgan mazlumlarga ofiyat bersin, najot bersin. Alloh taolo islomni eski izzatini qaytarib bersin va Alloh taolo zolimlarga kifoya qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.